Sash aka, menga qo'shimcha ish bera olasizmi? Farroshlik bo'lsa ham mayli. O'g'lim Toshkentga o'qishga kirdi. O'g'limni kontraktiga yordam qilay degandim. Bilasiz, kontraktda o'qitish oson emas. Nima ish bo'lsa, hammasini qilaveraman. Ish bo'lsa bo'ldi. Bitta o'g'ilni o'qita olmasak, nima qilib yuribmiz? Biz o'zimiz o'qimadik. Hech bo'lmasa farzandimiz o'qisin. Endi o'g'lim o'qisin, ilm olsin deymiz. Menga o'xshab changga botib yurmasin deyman-da. Har bir ota-ona o'z farzandini oliy ma'lumotli, o'qimishli, yaxshi joyda ishlashini xohlaydi. Shuning uchun qo'limizdan kelgan hammasini qilamiz. Charchamadingizmi dadasi? Bo'ladi. Rahmat. O'zingni oyog'ing og'rimayaptimi? Ko'p emas. Har xarda qiynayapti-da. Ertaga oylay olaman. Doktorga borib kelamiz. Dadasi, yaxshi bo'lib qolarman. Hozir doktorga borsak, bir dunyo dori yozib beradi. Undan ko'ra keling, shu oyligingizni pulini o'g'limizga jo'nataylik. Bechora yaxshiroq ovqatlanmayotgandir ham, qiynalmasin. O'g'ling bilan gaplashdingmi? O'zi yaxshi ekanmi? Negadir qayta qo'ng'iroq qildim, ko'tarmadi. Mayli. Bezovta qilma. Dars qilayotgan bo'lsa kerak. O'yindan o't. Men qo'shnikiga ketdim. Ozgina dam olmaysizmi? Kech bo'lib qolmasin. Mayli. Alo, assalomu alaykum aya. Voy, bolam. Yaxshimisan? Va alaykum assalom. Bormisan? Sog'liqlaring yaxshimi? Qiynalmayapsanmi? Ovqatingni vaqti-vaqtida yeyapsanmi? Ha. Bu havo ham sovib qoldi. Issiq kiyimlaringni kiyib yur, xo'pmi? Ha, boya. Boya dadang bilan sen haqingda gaplashayotgandik. Hozir qo'shninikiga chiqib ketgandilar. Nimaga? Kontraktingni to'laganimizdan keyin ozginagina qiynalib qoluvdik. Shunga qo'shninikida qo'shimcha ish bor ekan. Shunga dadang chiqib ketgandilar. Ha, aytgancha, o'zing ovqatlandingmi hozir? Yo'q hali. Vaqti bilan ovqatingni yemaysanmi? Yo nima, puling qolmadimi? Bor. Menga qara o'g'lim. Agar puling qolmasa, darrov bizga aytgin. O'zimizda bo'lmasa ham birovdan qarz olib jo'natamiz. Faqat sen yaxshilab o'qigin, xo'p o'g'lim. Aytgancha, ishxonamdan eshitgandim. Ibrat farzandlari degan loyiha bor ekan. O'sha yerda bepulga til o'rgatarkan. Qara. Agar xo'p desang, qo'shimcha darsingdan chiqib, shu yerda onlayn tarzda til o'rgansang nima deysan? U pulni kvartirangga berarmidik? Alo. Yaxshimisan o'g'lim? O'qishlarda qiynalmay yuribsanmi? O'g'lim, men senga bir gapni aytmoqchi edim. Men doim sen bilan faxrlanaman. Sen meni ishonchimni oqlading o'g'lim. Shaharda o'qiyapsan. Bilasanmi? Menga ishxonadagilar, mahalla-kuydagilar doim havas bilan qarashadi. Sizni o'g'lingiz shaharda o'qiyapti deb doim menga havas qilishadi. Rahmat senga o'g'lim. Ishonchim oqlaganing uchun rahmat. Vaqtingni nimaga sarflayotganing haqida o'yla. Kim uchun va nima uchun o'qiyotganingni esingdan chiqarma. Ota-onangning yuzini yerga qaratma. O'qi.